Assalomu alaykum. Endi oson kassa admin qismida kirim, prixod hujjatlariga elektron hisob fakturalarini Faktura.uz tizimi orqali biriktirish imkoniyati mavjud. Bu qanday foyda beradi? Bu funksiya yordamida balansingizga hali kirmagan mahsulotlar bo'yicha hujjatlarni oson kassa admin qismida aktivlashtirishni oldini olish mumkin. Natijada balansda yo'q mahsulotlarni xatolik bilan sotuvga chiqarilishi cheklanadi. Foydalanish uchun Faktura.uz portalida siz ishlayotgan qurilma uchun avtorizatsiya ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ularni qanday olish haqida video yo'riqnoma havolasi video ostida joylashtirilgan. Foydalanish jarayoni oddiy. Kirim hujjatini yarating. Подбор tovarov oynasida ortga qaytish tugmasini bosing. So'ng Привязка tugmasini bosing. Avtorizatsiya ma'lumotlarini kiriting va saqlash tugmasini bosing. Bu ma'lumotlar bir marta saqlansa, keyingi safar qayta kiritish talab qilinmaydi. Shundan so'ng elektron hisob faktura oynasida Faktura.uz orqali oxirgi 30 kun ichidagi barcha kirim hujjatlari ro'yxati ko'rsatiladi. Hujjatlar statusidan qat'iy nazar, ularni admin qismiga biriktirish mumkin. Qidiruvni osonlashtirish uchun sana oralig'i va hujjat statusi bo'yicha filtrdan foydalanish mumkin. Kirim hujjatga biriktirish uchun kerakli hisob fakturani tanlab, Привязать на документ eda tugmasini bosing. Agar ulangan hisob faktura statusi opublikovan bo'lsa, kirim uchun mahsulotlarni qo'shib, kirim hujjatni aktivlashtirish mumkin. Biroq, admin qismida hujjatni faollashtirish faqatgina ushbu hujjat, ya'ni bog'langan hujjat Faktura.uz tizimida opublikovan statusida bo'lsa, ruxsat etiladi. Opublikovan statusi hujjat ichidagi mahsulotlar balansimizga qabul qilinganini bildiradi. Boshqa statusdagi hujjatlarni aktivlashtirish imkonsiz. Sababi boshqa statusdagilar hujjat ichidagi mahsulotlar balansimizda emasligini bildiradi. Status o'zgarganida bu holat admin qismida ham aks ettiriladi. Va adashib biriktirilgan onlayn hisob fakturani uzish uchun ushbu tugmani bosing. Eslatma: Faktura.uz orqali mahsulot importi va hisob faktura biriktirish bu ikki xil amal. Import funksiyasi orqali mahsulotlar avtomatik hujjatga tushiriladi. Yangi imkoniyat esa sizga fakturani qo'lda kirim qilingan, import Excel qilingan va Faktura.uz orqali import qilingan hujjatga bog'lashga yordam beradi. Bu esa balansga kirmagan mahsulotlarni noto'g'ri aktivlashtirishning oldini oladi. Ushbu videoda kirim hujjatga Faktura.uz orqali onlayn hisob fakturalarni biriktirishni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.